Assalomu alaykum hammaga. Xudo xohlasa mana bir obyektimiz tayyor bo'ldi. Hop, uzunligi 3.91, balandligi 2.70. Turetskiy akrilidan tayyorlangan. Stalishnalari rossiyskiy, fartugi rossiyskiy. Mexanizmlar vakuumli valvada bo'lgan. Mana bu yerda sushilkasini qo'yib berdik bonus sifatida. Hop, shumkali mo'ykamiz. Bu yerda qo'shrodoni bor. Bu yerda stиральный mashina tushadi, bu tarafga холодильник tushadi. Hali remonti tayyor bo'lmadi. Bu yerda duxovka, bu yerda varishniy panel gaz, vitichkasi. Bu yerda karboz. Hammasi high-tech uslubda bo'lgan. Bu yerda kotel, topli pollari, mikrofonlari bor. Yozuvga mana o'sha joy 391 bo'lyapti. Bu yerda 65 холодильник, gaz plita, vitichi, mana 20 sm kargo bo'lyapti. Bu yerda 60 qolyapti, 60 pastida santexnika narsalari bor. Undan keyin mo'yka bo'lyapti. Mo'ykadan keyin 55 g'aladan 65 kir mashina. O'sha 1.20 рабочий stol bo'lyapti aka. Холодильник olmay рабочий stol bo'ladi, bu yerda холодильник bo'ladi. Холодильник bu yon boshiga ham bachov tushadi bir xilda bo'lib. Bu tepa eshiklar 4 ta kvadratniy bo'lyapti aka, 4 qator bo'lyapti. 60 ga 60 kvadratniy eshiklar bo'lyapti. Hammasi shu bar bo'lib tepaga ochiladigan bo'ladi. Hop, mana bu yerning tagi aka topli polni montajlari bo'ladi bu yerda. Va polga qo'yib qo'yamiz, olib qo'yadigan qilib. Mashg'ulot balandligi 2.70, uzunligi 3.91.